Hammaga salom obunachilar, sizlar bilan birgalikda Mazertexman va mani YouTube kanalimga xush kelibsizlar obunachilar. Sizlarni YouTube kanalimda ko'rib turganimda bog'ga to'g'risam nima gap tuzumizlar charchamayapsizlarmi, ishinglar bo'lyaptimi? Menga keladigan bo'lsak, menda hammasi juda ham yaxshi, hammasi juda ham ajoyib. Xullas kalom, bugun men shaxtadaman ko'rib turganingizdek atrof to'la shaxta, o'pa. Bu meni 17-temirim, butun boshli barcha mana shu g'orni hamma burchagini aylanib chiqdim, lekin mana bunaqangi temirlar yo'q, ishonasizlarmi? Temirlar juda ham kam miqdorda, chunki mana bu toshlardan bilishingiz mumkin. Mana bu yerlarni qazib tashladim va 3 stak tosh bo'lib ketdi, ammo temir esa 20 ta, oltin esa 1 dona, izumrud yoki almazlarni aytmasa ham bo'ladi. Ular esa umuman chiqayotgani yo'q. Bilmadim nimaga bo'lyapti. Balkim bo'ldi bu g'or yetib kelgandir boshqa. Endi bu g'ordan foydalanib bo'lmas, chunki bu g'or paydo bo'lganiga 100 yillardan oshib ketgan va endi buning ichidagi narsalarni barchasini qishloqdagi aholilar yoki bo'lmasam boshqa igroklar kelib ishlatib bo'lgani tufayli bu g'or уже yaroqsiz holga kelib qolgan bo'lishi mumkin va bu tufayli menimcha endi g'orni ishlatib bo'lmaydi obunachilar. Yana bilmadim. Balkim hammasi o'ziga kelib qolar, tushunmadim. Bularni jitillar meni uyimda nima qilyapti? Hoy jitil, uyimda nima qilyapsizlar? Qani o'tib ketaychi. Yo'q, senga mumkin emas, Zertex. Tushunmadim. Nimaga menga mumkin emas ekan? Aynan menga mumkin-da. Kimdir bu yerda nimalar bo'layotganini menga tushuntirib bera oladimi? Men uyimga kirishim kerak, balakat. Nega meni itarib tashlayapsizlar? Qo'chi, mumkin emas-ku senga bu yerda turish. Yo'q, aynan mumkin. Senga bir syurpriz bor. Iltimos, bir aylanib kelgan. Yo'q, bir aylanib kelmayman. Hozir politsiya chaqiraman. Politsiya qo'rqol. Politsiya chaqirmay tur, iltimos, Zertex, mana bo'ldi, chiqib ketyapmiz. Senga o'zi bir syurpriz ham yoqmaydi. Xo'sh, qanaqa syurpriz ekan bu? Syurpriz shundan iboratki, uyni tozalab qo'ymoqchi edik. Bo'ldi, mana ketyapmiz. Hech qanaqa tozalashning keragi yo'q. Biz uyni tozalab qo'ysak uchun yaxshi syurpriz deb o'ylab, uyni tozalab qo'yibmiz. Bo'ldi, ketdik. Uyimni tozalashmish, menga hech qanaqa uyni tozalashning keragi yo'q. Bu la'natlar bu yerdan daf bo'lsa, ko'zimga ko'rinmasa bo'lgani. Xo'sh, uyimga tozalashga nima kiribdi ekan? Obunachilar balkim nimanidir o'g'irlagan bo'lsa-chi? Sandiqni qarash kerak va sandiqda hammasi joyida. Hatto menda telefonim yonimda. Xo'sh, boltam turgan edi, 9 temirim turgan edi, bu ham turgan edi va ortiqcha hech narsa yo'q edi. Izmurudlaring qani desanglar, izmurudlarni ishlatib bo'ldim. Izmurud ham yo'q edi, lekin balkim olishga tayinli narsa topolmagandan keyin chiqib ketgan. Noutbukim, xayriyat obunachilar, noutbukim joyida. Balkim giyohvand moddalarni mana bu yerga yashirib ketganmikin. Bu jitlardan har narsani kutsa bo'ladi. Kimdir bularni nimadir deb aldab qo'ygan bo'lsa, albatta shunga ishonishadi va tab bo'lib qolishadi. Bo'ldi, tamom. Ishqilib YouTube akkauntlarim yo'q. YouTube akkauntlarimning barchasi joyida, hattoki parollar ham o'zgarmagan. Qiziq, bular uyimga nimaga kirgan bo'lishi mumkin? Uyimni tozalashda aytish bo'yicha, lekin uyda prinsipiy hech narsa o'zgargani yo'q, chunki kechagina uyni barcha qismini tozaladim. Islar yoki bo'lmasam changlar yo'q, hattoki noutbukim o'sha biroz hatto chang ham. Artilganda ham bilinar edi. Stol esa artib ketgan bo'yimcha. Qiziq. Hech narsaga tegishmadi, uyni tozalashmadi. Unda nima qilishdi? Mayli obunachilar, mayli ishlarni kechiktirmasdan boshlay qolaylik. Sizlar esa shu videoga bitta like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar va kommentariyaga yozib qoldiringlar, iltimos. Nima bo'lgan bo'lishi mumkin? Nima qilgan bo'lishi mumkin? Bular meni uyimda juda ham qiziq. Bu jitlarga oxirgi paytda unchalik ham ishonch qolmayapti. Mayli. Obunachilar nima ham derdik? Endi boshqa nima ham qilardik? Bularda bir gap bor, bir sirlari bor. Bu sirlarni ocha olmasam ham ochishga harakat qilaman. La'nati. Bu jitillar bor-ku, har kuni nimadir o'ylab topishadi, har kuni nimadir ishkal qilmasa bo'lmaydi. Aytgancha, shu kunlarda bir serial olmoqchiman, lekin serial olishga hech qanday bir imkoniyatim bo'lmayapti. Vaqt bo'lgan payt ideya bo'lmayapti, ideya bo'lgan payt vaqt bo'lmayapti. Vaqtim bo'lib, ideyam ham bo'lgan payt obunachilar hafsala bo'lmayapti. Bir yaxshi ssenariy ham yo'q-da. Agar bir yaxshi ssenariy bo'lganda ham sразу olib yuborgan bo'lardim. Iltimos, kommentariyada yozib qoldiringlar. Maktab serialidan tashqari boshqa qanaqa serial olishimiz mumkin? Shuni kommentariyada yozib qoldirsanglar, men olgan bo'lardim. Voy, juda ham chanqib ketdim. Kelib, mana shu suvdan bo'lsa ham ichaveraylik. Voy, obunachilar, bu suvga gap bo'lishi mumkin emas. Ishoninglar, shunaqangi ajoyib suv, shunaqangi dahshat suvki,
просто vau deb yuborsangiz bo'ladi. Xo'sh, mayli. Endi mana bu yerga urug'larni barchasini ekib chiqamiz. Bu urug'larni ekkuncha ham bir normal ish qilganda ham bo'lmadi mana shu jitellarni dastidan. Chunki bu jitelar har balo qilishgandan keyin albatta obunachilar odam uyga kirib kelgandan keyin nima deb o'ylashi mumkin? Boshqa nima o'ylashinglar mumkin? Sizlarning uylarda birorta begona turibdi, hattoki o'zingiz do'stingiz bo'lsa ham. Siz esa uyingizda emas. Xo'sh, siz nimani o'ylagan bo'lardinglar? Albatta jahlingiz chiqqan bo'lardi. To'g'rimi? Assalomu alaykum janob jitel. Va alaykum assalom. Nima gap zartak ustoz? Aha, menda hammasi yaxshi. Aytilgan narsalar nima bo'ldi? Aytilgan narsalar mana o'z vaqtida qilindi. Mayli, men ketyapman. Aytgancha janob ritel, sizdan bir narsani so'rasam bo'ladimi? Da, bemalol xo'sh. Shu kunlarda mana bu ritellar g'alati tuyulmayaptimi? Ketib qolganingizda uyingizga kirib yoki bo'lmasam nimadiringiz o'g'irlangandek tuyulmayaptimi? Yo'q, menda hammasi joyida va rejalarda ham biroz o'zgarish sezganim yo'q. Sendan-chi, sen biror narsa sezdingmi? Bilmadim. Ertalab kelsam, uyimda menimcha qishloqdagi barcha jitellar to'planib turib olgandi va meni o'z uyimga kirgizishmadi. Ishonasizmi? Yana nima deyishdi? Xo'sh, Menga aytish bo'yicha ularning surprizi bor ekan va bu surpriz uyimni tozalab qo'yish ekan. o yaxshi-ku bu syurpriz bo'lsa, seni bir xursand qilay deyishibdi-da. Yo'q, xursand qilsa ham mayli ekan. Lekin uyga kirsam hech narsa tozalanmagandi. Hammasi o'sha, hattoki bitta ikkita joylarda chang ham bor edi. Lekin ishongim kelmayapti. Ular uyni tozalamagan. Xo'sh, uyingda biror nima yo'qoldimi? Hech vaqt yo'qolgani yo'q, to'g'risini aytsam. Unda nima muammo? Muammo shundaki, ular meni uyimga kelishdi va uyimda nimadir borligini payqab qolishdi, lekin o'sha nimadir borligini o'zim bilmayapman. Boshni qotirmasang-chi. Bo'pti, mayli, charchamang janob Ritel. Bularni baribir tagiga o'zim yetaman. O'zim yetmasam bo'lmaydi. Janob Ritelga ham baribir o'ziga biror narsa bo'lsa, bir qishloqdagi barchani yig'ib olib, kunini ko'kka sovuradi. Lekin agar aholiga nimadir bo'lsa, unda qandaydir bir to'liq ma'lumotlarga ega bo'lmasdan turib, nimanidir so'rab, boshqa qilib, cho'zib bugun emas, ertaga balobattar. Ha, mayli obunachilar, men ketdim. Undan ko'ra bir yog'och olib kelishga keta qolay. Shu menga foyda bo'ladi. Xo'sh, barsangiz rejalar, aytib o'tganimdek hammangiz so'taksizlar. Nimaga? Chunki sizlar u kelishidan oldindan aytmadinglar. Va men sizlarga nima dedim? U kelishidan 2 soat oldin aytib qo'yinglar. Tushunyapsizlarmi? Har bitta gapini eshitib turadigan odam bo'lsin, kuzatadigan odam bo'lsin. U yerdagi instrumentlardan boy berishimiz kerak emas. Yaxshisi o'zida aytib o'zidan so'ray qolsak bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi. Agar o'zidan so'rasangiz, barcha instrumentlarni o'zi olib qo'yadi, hatto bo'lishmaydi ham. Lekin yaxshi ish qilmayapmiz-da. Chunki baribir nima bo'lgan taqdirda ham uni yerimi, biz yerimizmi? Lekin biz aniqladik. Biz birinchi topdikmi? Demak, bizniki koordinatalarni biz topganmiz. Lekin bo'lishi kerak-da. Bo'lishni xayoliga ham keltirma. U bo'lishmagan bo'lardi. Lekin sen buni bilmaysan. Yo'q, bilaman. La. Obunachilar, har safar o'ylab qarasam, mandan daraxt chopar ekanman. Endi boshqa joylardan chopim kelib qoldi, chunki bitta joydan daraxt chopish unchalik ham yaxshi emas, zerikarli to'g'risi. O'zingizlar bilasizlar, u yerdagi daraxtlar qorong'i, qanaqadir atmosferasi yo'q, vibesiz, yoqimsiz. Shuning uchun mana bu yerdagi daraxtlardan chopaman va qarabsizki, chikki baba in the put me in the fire bo'ladi. Bo'ldi. Mana shu daraxt o'zi menga yetib ortadi. Juda ham ko'p kerak emas, chunki bilmadim, ertaga ham chiqaman, indinga ham chiqaman. Xullas, chiqib mana shunday qilib kunimni o'tkazaman. Nima qilaman, ko'p daraxt olib olib. Aytgancha obunachilar, hozir men editing bilan shug'ullanyapman va nima deb o'ylaysizlar? Nima kinoga edit qilsam bo'ladi? Hozir har narsa qilib ko'rishga harakat qilyapman. Ishonasizlarmi, bir vaqtni o'zida. Chunki bilmadim, boshqa payt nimadir qilmasam zerikib qolyapman. Shuning uchun obunachilar barchasini tez qilib tez bitirishga harakat qilyapman. Aytgancha obunachilar, menda bitta fikr paydo bo'lib qoldi qo'limdagi oltinni ko'rgandan keyin. Agar hozir ular meni eshitayotgan bo'lsa, по-любому eshitib turibdi. Xo'sh, agar men hozir mana shu qo'limda oltin bor, ketdim desam, ular kelishadi va по-любому uyimga kirishadi va keyin esa men bilib olaman nimalar bo'layotganini. Qanaqadir geniy mana. Oppa, mana editlarim ham bitib qoldi. Menda axir oltin bor-ku. Endi bu oltin bilan qo'shni qishloqqa borib, juda ham ko'p narsalar sotib olib, maza qilib yesam bo'ladi. Vau, naqadar omadli mana. Qani ketdim, shunday qilaman. Hayot naqadar go'zal-a. Ritel, sen bu yerda nima qilyapsan? Va salom Zertex, yaxshimisan?
Ha, yaxshi, rahmat. O'sha bitta oltiningga borib, qanday narsa yaxshi olishni bilaman. O'tirtinchi qishloqqa borgin, judayam zo'r magazin, judayam katta skidka bo'lyapti. Bemalol maza qilib, aylanib birgalikda qilsak bo'ladi. O, rahmat senga Jitel, lekin qo'limda bitta oltin borligini qayerdan bilding? Qo'lingda bitta oltin borligini taxmin qildim. Balki bitta izumruddir, balki bitta pullari. Xullas, og'zimga kelganini aytib yubordim-da. Ha, yo'q, mayli, mayli, mayli. Lekin men ketishdan oldin eshikni qulflab ketaman. Voy, nima qilasan qulflab? Qishloqda shuncha yetilib bormani o'zim olib qarab turaman agar xo'p desang. Ay, mayli, mayli, qarab tursang, roziman, roziman, gap bo'lishi mumkin emas. Bo'pti, ketdim. Mayli, shu tomonda yaxshi bor. Bo'ldi, 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 Jitel, gap bo'lishi mumkin emas. Obunachilar balakat. O'zimni ketganday qilay va 1 soatdan keyin kamerani yoqishimga to'g'ri keladi. Chunki ular kamida 1 soatda yoki yarim soatda kelishadi. Bu Jitel hozir ketadi va hammaga aytib chiqadi. Xo'sh, uyimda nima borligi menga juda ham qiziq. Agarda sizlarga uyimda nima borligi rostdan ham qiziq bo'lsa, unda videoga bitta like bosing, kanalimga obuna bo'ling va kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi qismda men sizlarga aytib o'taman nima, o'sha qiziq narsa nimaligini. Barakat. O'zim esa videoni o'chirib, keyin texnik operatsiyani bajaraman. Goodbye.